Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, o'rtoqlar, YouTube kuzatuvchilari. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan hozir sizlarga mana ko'ryapsizlar, tovarlarimizni qishkilarni ajoyib narxlarda qilib beramiz. Xohlasa bahorda ham yaxshi sotasizlar. Aslida biz sotuvga ishlaymiz. Shuncha sizlarga hozir pastki narxlarni iloji boricha tanishtirib o'tamiz. Hamma tovarimizdan bor. Hozir bu bitta do'kon, 3 ta do'konlari bor. Kimga qanaqa tovar kerak bo'lsa, mana pastki nomerlarga aloqa chiqaverasiz. Videoni boshlashdan oldin bitta obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqa gaplar. Xo'p. Hozir qayerdan boshlaylik? Mana qaranglar, o'rtoqlar, bularni ham qalinligini, kashtorlari ham juda ham zo'r ishlangan ekan. Mana yonda nimalari bor, modellari, rastetkasi 3-4 xil ko'ryapman. Lozimlari bilan hammasi keng lozimi bor. Orqasiga tiqib qo'yilgan, endi nima qilmaysizlar. Hozir mana shuni qilib beramiz. 155 ming. 155 ming so'mdan optim narxi 46 dan 52 gacha standart. 52 gacha standart ekan, tushaveradi fonni. Mana modelini ham ko'ringlar, juda yaxshi ishlangan. Mana ham bor ekan. Siz buni ham ichi qaranglar, yaxshi material, qalingina, bahorda ham bemalol olib kiyishni ham bo'laveradi. Buni nechta qilib beramiz? 150 ming so'm. 150 ming material nima buni? Asosli ekan materiallar. 150 ming so'm. O'rtoqlar odam kelib qoldi, shuning uchun ozgina pauza bo'ldi. Mana uni qaranglar. Nechta pulidingiz buni qoldi? 140 ming so'm pastki narxi ekan. Mana buni ham hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. So'zlar juda yaxshi narsa. Lozimlari bor. Qo'llarga aytib beringlar. Nimalari bor? Hop, kiyimlardan ham bor. 175 ming so'mdan. Oldi modellari ham, cho'ntaklari ham juda yaxshilangan. Ko'rsalaring juda yaxshi narsa. Foydalanish uchun juda ham yaxshi tanlovchi, sifatlariga ham chunki garantiya beriladi. Juda a'lo. Mana qaranglar, modellarni vashtirol ishlangan. Bular ham buni nechta qilib beramiz? 195 ming. 195 ming so'mdan. Lozimi bilan. Bemalol 200 dan tepa sotaversa 250, 260 qilib ko'taradi chunki sifati juda a'lo. Xo'p, qaranglar, mana bu yerda ham nimalar bor? Mana troykami qo'ldan? Troyka nechta pul berasizlar? 290. 290 ming so'm troykasi. Mana ularchi mana a'lolar. A'lo 180 ming so'm. 180 ming so'mdan a'lolar ham. Hozir mana sizlarga sirab narxlarni aytib ketaveramiz. Mana-chi, mana nechta qilib beramiz? 150 ming so'm. Nargisi nima u? Kurtkalimi, nima u? Koja nima aralashgan ekan? Do'yki ekan. 3 xil material ishlatilgan. Narxi 180 ming. 180 ming 3 xil material ishlatilgan ekan, o'rtoqlar. Shuni inobatga olinadi. Mana uni qaranglar. Mana ular ham juda ham yaxshi narsa ekan. Do'yki cho'ntaklar modellari ham juda yaxshi ishlangan. Buni nechta qilib beramiz? 150 ming so'm. 150 ming so'mdan vashi zo'r narsa. Buni masalan ichini ko'rsatib qo'yaman, mana qaranglar ichini. Ichi ham vashi zo'r, qalin narsa. Yana nimamiz bor? Mana bunaqangi modellarimiz ham bor ekan, a'lolardan. Buni nechta qilib beramiz mana buniki? 180 ming so'm. Mana ham vashtiroli narsa ekan, ammo qaranglar, materiali ham rosa bahorda ham, qishda ham kiyadigan narsa ekan. Uchiga ham, ko'chaga ham vashi zo'r narsa. Buni nechta qilib beramiz? 140 ming so'm. 140 ming so'm. Velvetda ham, menimcha bu velvetda ham birinchi sorti bu. Juda yaxshi ishlatilgan ekan. Xo'p, keyingilar, tepadelar nechta qilib beramiz? 170 ming so'm. 170. Skidkada ekan bular. Bunisi-chi, gulli. Shu polni tepa qator 170 ming. 170 ming so'mdan skidka deylar ekan. 170 ming so'mdan skidkada tovarlari ham bor. Keyin mana yerda ozgina yupqa tovarlari ham bor. Buni ham skidka qo'yamizmi? 140 ming so'mdan. Mana bahorda. Olib qo'ysalar ham mazaq sotasizlar bahorga. Bunaqa narxda yo'q. Keyin uni ham qaranglar. Juda yaxshi narsa ekan. Buni nechta qilib beramiz? Do'yki. 210 ming so'm pastki narxi. Ichlarini ham, nachoslari mana juda yaxshi. Lozimlari bilan bo'ylari ham juda yaxshi. Mana uni qaranglar, gullilarni ham. Buni nechta qilib beramiz qo'ldan? 150 ming so'mdan. O'rtoqlar, 150 ming so'm. Qarangchi, hozir shunaqa obzorlarimiz, kiymaydigan juda narsalar bor. Ularni ham Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Odam juda ko'pligini hisobiga qiynaldik ham, pauzalar ham bo'ldi. Shuni to'g'ri tushunasizlar, like bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqaveringlar. Hozir optim narxlarda yetkazib berib turilaveradi. Keluvchilar uchun bog'cha bozor. Mana shu do'kon. Mana shuni eslab qolsangiz, o'zimiz nima? Sog' bo'linglar o'rtoqlar, keyingi videolarda ko'rishguncha.